To'g'risini aytsam hayron qolaman, chunki ota-onalar yozishadi, farzandimda qanaqadir bilasizmi, o'ziga nisbatan ishonchsizlik bor, qanaqadir arzimas narsalardan tez jahli chiqib ketadi, o'zini qo'lga ola olmaydi, o'rtoqlari bilan munosabatlarda qiyinchiliklar bor, keyin kuchli qo'rquvlar bo'ladi, arzimas narsalarda, masalan, uyda yolg'iz qolishdan qo'rqadi, kechqurunlari yomon tush ko'rsa, yugurib kelib qo'rqib ketib yig'laydi, yo bo'lmasam yaxshi uxlamaydi, qo'rqadi, qorong'ulikdan qo'rqadi deb anaqa xavotir bilan kelishadi. Lekin mana shunaqa muammolar bilan o'zi esdan chiqib qolib, butun farzandidagi muammolarni ko'rayotgan ota-onalarni yaxshilab surishtirib, so'rasangiz, nima sizni bezovta qiladi o'zingizda qanaqa holat, o'zingizda yo'qmi shunaqa ishonchsizlik, o'ziga nisbatan qo'rqish, qanaqadir vaziyatlarda xavotir, agressiyani jahlni boshqara olmaslik sizda yo'qmi deb so'rasangiz, ular sizga aytishadi. Bilasizmi, deb целый buket gapirib berishadi. U buketni ichini bundoq ochib qarasangiz, uni ichida agressiyani boshqara olmaslik, yuqori xavotir, bezovtalik, qo'rquvlar, yolg'izlikdan qo'rqish, yolg'iz qolib ketishdan qo'rqish, qaysidir munosabatlarda tashlab ketilishdan qo'rqish va shuni oqibatida doimiy xavotirda yashash, o'ziga nisbatan ishonchsizlik, past samootsyenka, hammasi buket bo'lib chiqadi. Mana shu ota-onalarga men har doim aytaman, siz farzandingiz haqida qayg'urayotganingizni tushunaman, lekin hech qachon o'ziga ishonmagan, samootsyenkasi past, yuqori xavotir, depressiya yoki boshqacha ruhiy tushkunlikda yuradigan, ruhiy buzilishda yuradigan ota-onadan o'ziga ishongan, xotirjam, sokin, qanaqadir samootsyenkasi joyida, o'zini fikriga ega bo'lgan, fikrini bemalol ochiq eta oladigan farzandlar shakllanmaydi. Bu umuman imkonsiz. Chunki farzandlar har doim ertayu kech sizni ko'rganda sizni hissiy emotsional foningizni shundoq his qiladi va o'sha fonni o'ziga oladi va o'sha emotsional hissiy fon bilan yashaydi, shaxs bo'lib shakllanadi. Siz birinchi navbatda o'zingizni hissiy emotsional foningizni normaga keltirasiz, o'ziga ishongan, samootsyenkasi joyida, qo'rquvlarini jilovlay oladigan, anglay oladigan, xavotirlarni nazorat qila oladigan insonga aylanasiz, fikringizni boshqalarning oldida aniq, ochiq, tiniq gapira oladigan insonga aylanasiz, keyin siz farzandlaringizga yordam bera olasiz. O'zingiz doimiy xavotir, bezovtalikda, qanaqadir ikkilanishda yashab turib, farzandingizga o'ziga ishongan, o'rtoqlarining oldida fikrlarini bemalol ayta oladigan, o'zini fikrida qat'iy tura oladigan farzandni shakllantira olmaysiz. O'shaning uchun ham birinchi navbatda o'zingizni ustingizda ishlang, keyingina farzandingizga ahamiyat bering.